Bugungi kunda ko'plar menga yozadi, doktor Adias Radius nima preparat? Men juda ham yaxshi ko'raman bu preparatni. Bu Gollivud preparati. Ammo lekin hammaga ham to'g'ri kelavermaydi bu preparat. Nimaga? Bu lifting effekt beradi. Agar sizni yuzingiz ухоженный bo'lmagan bo'lsa, siz hech ham kosmetolog xonasiga kelmagan bo'lsangiz, misol uchun kecha menga bitta ayol keldilar, Samarqanddan aytibdilar, doktor Adias menga Radius preparatini qilib bering deyaptilar. Men sizga qila olmayman bu preparatni. Chunki siz hech qachon yuzingizga uhod qilmagansiz. Sizni teringiz osilib yotibdi. Hozir sizga qilsam siz natijani ko'rmaysiz. Radius preparat ham unaqa arzon preparatga kirmaydi, lekin effektivniy preparat. Men har doim misol keltiraman. Misol uchun siz uyingizni generalniy уборка qilganingizdan keyin siz uyingizga mebel, vaza va pardalarni ossangiz, uy ochiladi. Agar siz generalniy уборка, remont qilmasangiz, o'sha bir ahvoldagi uyga yangi mebellarni, pardalarni qilsangiz, baribir unaqa zo'r uyingiz ochilmaydi. O'shaning uchun Radius shunaqa insonlarga men tavsiya qilaman. O'zi yuzi zo'r, 25-30 yoshdan boshlab konturlari yaxshi, lekin ozgina yuzi so'ligan, ozgina уже ajinlar paydo bo'lgan, yuzini bir sochniy qilish uchun shu preparatni men tavsiya qilaman. Bu mavzu juda ham uzoq gapiriladigan mavzu, chunki men buni 24/7 soat gapirishim mumkin. Radiusni zo'r natija berishini. O'shaning uchun kimga qiziq bo'lsa, direktga yozinglar yoki menga konsultatsiyaga kelinglar. Chunki doktor Adiasning konsultatsiyalari tekin.